Assalomu alaykum. Antikorrupsiya jamoasi ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Meni shikoyat arizam bor edi. Shuni bir ijtimoiy tarmoqda organ sohasi tizimida yana qonuniy hal qilib berishlaringizni bir iltimos qilib shu video murojaatini qilmoqdaman. Video murojaatimiz shundan iboratki, men Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri istiqomat qiluvchi Sultonov Obod bo'laman. Video murojaatim shundan iboratki, antikorrupsiya jamoasi u ham bo'lsa pul oldi berdi masalasida meni 3 yil bo'ldi aldab kelayotgan shaxslar, ya'ni 2021 dan 2024-yilga qadar Ellikqal'a Bo'ston shahrining mikrokredit bosh lavozimida ishlab kelgan Abdurazakov Alisher, Matchonov Ravshan ilgari zam hokim bo'lib ishlagan, hozirgi kunda tadbirkorchiligini yuritib kelmoqda. Qolaversa, Xudoyberganov Komiljonlar nomidan bo'ladi shikoyat arizamiz. U ham bo'lsa noturar bino menga berish uchun mendan olgan oldi berdi pul masalasini hal qilib berishini so'rab murojaat qilyapmiz. Ya'ni murojaatimiz, men o'zim tadbirkorman. 2000-yildan beri tadbirkorchiligimni rivojlantirib kelib, endi rohatini ko'raman degan paytimda bir uchala yigitlar chiqdidan Xudoyberganov Komiljon, Matchonov Ravshanbek, qolaversa Abdurazakov Alisher. Abdurazakov Alisher 2021-yil Bo'ston shahri mikrokredit boshlig'i bo'lib lavozimiga keldi. Shundan keyin men bilan meni hisob raqamim shu yerda, mikrokreditda hisob raqamim. Shuni pullarimizni ko'rib, tadbirkorchiligimni ko'rib yurib, shunday deb bu 2022-yil sentyabr oylari menga taklif qilib boshladi. Taklifi ham sen Avtotek servis rivojlantirishing uchun sen zdaniya izlab yurgan ekansan, qurmoqchi ekansan, menda tayyor zdaniya bor deb olasan deb men magazinimga, do'konimga kelib yurdi yonimga. Keyin shunday deb turib oradan vaqt o'tdi. Yana bu menga sentyabr oyini 15-20larida yana telefon qildi, kabinetiga chaqirdi. Keyin Matchonov Ravshanbek kelib do'konimga kelib taklif bildirdi. Endi men Ravshanbekni gрамотный bola, o'qimishli bola, hokimiyatda zamokim bo'lib ishlagan deb turib ikkalasini gapiga ishondim. Haqiqat ishondim shuni gapiga. U ham bo'lsa, keyin kabinetiga bordik, Alisher Abdurazakovning mikrokreditga bordik. Shunda taklifini qildi menga. Alisher, bu zdaniya asli kim nomida, kim nomida turibdi, qayerda turibdi desam menga Komilning nomida dedi. Xudoyberganov Komilning nomida dedi. Alisher, Xudoyberganovki Komilning nomida bo'lsa menga hech narsasi kerakmidi? Men faoliyatimni kengaytirmayman, boshqa ham qilmayman deb chiqib ketyapsam, Ravshanbek ikkalasi yana qaytadan o'tirdi meni. "Avvat sen bizani bil, Komilni nima qilasan?" dedi. "Nima qilasan Komilni?" deb shunaqa qilib so'rladilar menga. Komilning nomida kreditlari ko'p, o'zi botqoqga botib yotibdi. Men nomimga o'tkazib bera olmaydi 6 oy ichida dedim. 23-yil mart oyida nomimga o'tkazib berishini va'da qildilar. Keyin shunday turdilarda, bular tilxat yozishga ham rozi bo'ldilar, video syomka ishlashga ham rozi bo'ldilar, hammasi bor dokumentalni. 600 million kreditini to'lasang, sen nomingga mart oyida dedi, o'tkazib beramiz deb va'da qildi. Ya'ni Abdurazakov Alisher, men shu yerda o'tiribman, hamma narsani hal qilaman dedi. Ravshanbek ham shu gapni aytdi. Biz shu rayonda yuribmiz, sana ziyon yetkazmaymiz, seni kim ekanligingni bilamiz, qanchalik tadbirkorligingni bilamiz dedi. Endi yinglaganlarimiz rohatini ko'ramiz deganda, o'sha yigitlar, uchala yigit chiqdi-da, men pullarimni o'zlashtirdilar. Ya'ni o'zlashtirganni ma'nosi mana bunday. Zdaniyaga shu sentyabr oyidan pul to'lab boshla, sentyabr-oktyabr oyidan pul to'lab tur, 6 oy ichida 23-yil mart oyida sen nomingga o'tkazib beramiz dedi. Xo'p, mayli dedim, bo'lib to'layman deb bo'ladigan bo'lsa dedim. Menga ham sal ma'qul kelgandek bo'ldi o'zim fikrim. Keyin shunday aytdimda, faoliyatimni kengaytirish maqsadida shundan keyin nomimga o'tkazgandan keyin va pulni to'lab beraman dedimdan shu fikrda qoldim.
Shunda bular tilxat berdi menga, tilxatlari bor, video syomkalari bor, hammasi bor. Dokumentalni men nomidan to'langan kvitansiyalar mavjud, 600 million. Hammasi mavjud. Shunday turib, oradan vaqt o'tdi. 2023-yil mart oyi keldi. Mart oyida men Alisher Abdurazaqovning oldiga bordim. Qani, aka, men nomga o'tkazib beraman dedim, yana bu zdaniyani, noturar binoni. Qani nomga o'tkazib bering desam, u Komilni qamalib ketgan haqida menga pesh qilib gapladi. Komil qamalib ketdi, abot dedi. Sen endi ozroq vaqt sabr qilib tur endi dedi. Shu oy 2 oyning ichida qutulib keladi hammasidan. Ustidan shikoyat arizasi bor ekan, shunday deb meni yana aldadi. Xo'p, mayli dedim. Yana ishontirdingizlar dedimda qaytib chiqib ketdim. 23-yil sentyabr oylari keldi. Av qani nomga o'tkazib beringlar. Men shunchalik pulim chiqyapti bu yerda, kredit to'lab o'tiribman. Av endi men zdaniyadan foydalanishim kerak. Yo'q, abot, biz seni nima qilamiz deb yordam beramiz sana, hamma yo'l bilan pulingni ham qaytarib beramiz deb oding o'tmasa degandek gaplarni ham aytib boshladilar. So'ng asta men shiblanib boshlamda bularning hamma audio zapislarini, to'lagan kvitansiyalarni hammasini yanglab yurdim bularni. Keyin shunday oradan vaqt o'tdi. Men o'zim tegiga yetsam, bu Ravshanbek, Komiljon ikkalasi shu nimada Yangi O'zbekistonda nima solib yotgan ekanlar? Dom. Shu domda 7 milliardlikmi, 8 milliardlik kreditda turgan ekan u. Bilsam u zdaniya. Shundan keyin men nomga o'tkazib bera olmay yurgan ekanlar ular. Qanaqa qilib chiqararini bilmayin boshqa qilib. Zalogda turgan narsani men nomga satdilar. Zalogda. Shuni o'zi bir nima-ku? Jinoyat ishi-ku. Jinoyat ishi. Keyin u zdaniya menga bugungi kunga qadar 1,5 milliardga tushmoqda. 1 milliard 500 millionga tushmoqda. U 1 milliard 500 ni olganning ham sababi 680 million yana bir krediti bor ekan. Shuni ham to'lasak, sen nomingga o'tkaziladi dedi. Xo'p, mayli dedim. Uni ham to'ladik. Endi keyin 120 millionni meni ekskavatorim bor edi, traktorim bor edi, ya'ni ekskavator traktorim bor edi. O'shani 2024-yil 16-yanvar oyi kuni sotdim men. Sotganimdan keyin men sotganimni eshitib turib, Alisher yana abotma iltimos 120 million pul berib tur. Men sana poddesh ketaman, endi uzdaniyani olsak, palandi kredit chiqarib o'zim to'layman degandek gaplarni aytdim menga. Shu 1,5 milliard desa, men o'zim chiqarib olib o'zim to'layman shu pulni, menga 120 million pul berib tur deb iltimos qilib, o'yimachalik geldi, boshqa qildi. Keyin kabinetida berdim shu pulni. 120 millionni xo'p, mayli dedim. Shu zdaniya o'tgandan keyin Alishera beda hisob raqamini nurtdi mana, endi qattiqa sammana bormayik, urush janjal chiqarmayik degan maqsadda yaxshi xo'p dedim. Yana 120 million pulni berdim. Shu bilan 1,5 milliard pul bo'ldi bu. Hammasi mavjud, hammasi dalil isbotlari bilan bor, hammasi. Keyin bu oradan vaqt o'tdi-da 2024-yillar ishdan bo'shadi bu. Mikrokreditdan ishdan bo'shadi. Keyin hozirgi kunda Ellikqal'a tumani investitsiya bo'yicha hokim o'rinbosari, ya'ni zam hokim lavozimida ishlab kelmoqda shu bugunga qadar. Bu ishlarimni bitirmadi, boshqa qilmadi. Men oxiri yozishga majbur bo'ldim. Shu yil 25-martni o'rtalarida prokuraturaga ariza bilan murojaat qildim. Ellikqal'a tumani prokuraturaga, bosh prokuraturaga murojaat qildim. Bu murojaatim ham ko'rdi Shokir aka, Shokir Matyakovich prokurorimiz ko'rdi bu arizani, boshqa qildi, hakaza qildi. Keyin ko'rgandan keyin bu 168 bilan delo qo'zg'atib berdi. Iyun oylarida, shu yilning iyun oylarida delo qo'zg'aldi. Delo tergovga bordim. Tergovda hamma vajlarimni, hamma dalillarimni qildim. Ichki ishlar tergadi buni. Ichki ishlar, ya'ni Umar Meretbek tergadi buni. Umarga shu tergovdagi bolalarga hamma vajlarimni, dalil isbotlarimni taqdim qildim. Hammasini ko'rdilar. Keyin shu yerda o'ndirib beramiz shu pulingni dedi. Xo'p, mayli dedim. O'ndirib beringlar dedim. Kreditlarimni to'lab nima qila olmay qoldim, topa olmay qoldim o'zim o'rnimni dedim.
Xo'p, mayli, obatasiz qismman hammasi fakt ne dedi? Bular qamaladi dedi, to'lamasam qamaladi deb menga uchalasini ham berishdi. Keyin oradan vaqt o'tdi, oktyabr oyida meni shu orada umuman hech bir nimaga chaqirmadi, meni Delo bilan tanishtirmadi yoki bo'lmasam Delong sani jarayonda deb menga xat bermadi, xat chiqarsak ham xat bermadi. Oktyabr oyining 14-inde Delang tugatildi, yopildi, ya'ni qaysi modda bilan vaqtinchalik to'xtatildi desam, JPQning 364-moddasi birinchi qismi, birinchi bandi bilan, ya'ni odamlar topilmadi deb shu qonun bilan to'xtatib qo'ydi. Shu qonun bilan to'xtatgan. Odamlar hokimiyatdan kirib chiqib turgan bo'lsa, Ravshanbek bilan Matchanov kunda antikorrupsiyada ommoda yarqilab yursa, ustidan shikoyat arizasi bilan Ravshanbek ham shu yerda, Komil ham shu yerda yuribdi, Alisher Abdurazakov shu yerda yuribdi, hokim o'rinbosari investitsiya bo'yicha. Hammasi shu yerda yuribdi. Men ichki ishlardan ham norozi bo'lib boshladim keyin. Qarasam, mansabdor shaxs bo'lgandan keyin biz bosim bo'ldimi yoki boshqa nima bo'ldimi bilmayman, u tarafini menga qorong'i bo'lib turibdi hozircha. Keyin O'zbekiston Res prokuraturasi, Qoraqalpog'iston Res prokuraturasi hamma yerga xatlarni chiqarib, xatlarni yozma arizalarimni qilib, hammasini qilib o'tiribman. Arizalarimizda javob kelib turibdi, hammasi normal. Prokuratura tergidi bu narsani, prokuratura tergashi kerak. Aslida zam hokim bo'lgandan keyin, u hokimiyat vakili bo'lgandan keyin ichki ishlarning vazifasiga kirmaydi. Bu Deloni prokuratura tergamdan ichki ishlarga o'tiraveradi. Ichki ishlar tergab bilmaydi. Uni hamma bilib turibdi. Lekin prokuratura tergamayapti ishni. Chunki men oddiygina tadbirkorman, ular mansabdor shaxs. Ravshanbek avval zam hokim bo'lib ishlagan. Qolaversa Alisher Abdurazakov hozirgi kunda investitsiya bo'limi zam hokimi. Hammaning xabari bor bundan. Hammaning xabari bo'lib turib, ular yana Deloni qayta tikladik deb menga murojaat qildilar. O'sha murojaat yana tiklangandan keyin shu Delo prokuraturada ko'rilmay, bugungi kunda uzun quloqlardan eshityapman, yana ichki ishlarga o'tyapti. Ichki ishlarga o'tkazmoqchi. Ya'ni prokuratura aslida prokuratura zam hokimi tergasha vakolati bor. Ichki ishlarni tergasha vakolati yo'q. Shuni hisobiga menga prokuratura o'zi qonun doirasida tergab hal qilib bersin. Aybdor men bo'lsam, meni aybdor qilsin. Ularning aybi bormi? Qonun oldida hamma vajlarimni, delolarimni, faktlarimni keltirib, hamma men taraf. Bir prokuratura bo'lgani Alisher mansabdor bo'lgandan keyin tergamay turibdi. Deloni o'tirmay, ko'rmay o'tiribdilar. Shu bugunga qadar Delamiz mana 6 oy bo'ldi, uje rasman 6 oy bo'lib qoldi, uje rasman 6 oy bo'lib qoldi. 6 oy mobaynida hech qanday bir tergovga chaqirib yoki sudga chiqarib boshqa qilmay turibdilar. Meni shuni hurmatli prezidentimiz, bosh prokuratura, DXK, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi, Amonboy To'lebevich hammasi ko'rib bir jarayonda qilib, shularni qonuniy hal qilib berishingizni so'rayman. Iltimos qilib qolaman. Men bir oddiy tadbirkorman. Qo'limda 15 ta bola ishlaydi shu bugunga qadar. Hozir 7 ta, 6 ta bolam qolib ketdi. Shu Deloda amaliy yordam berishlaringizni so'rab, iltimos qilib qolardim. Bularni ommalarga, ichki ishlar, hamma yerga, ommaga tarqatishingizni so'rab qolaman, antikorrupsiya jamoasi. Menga qonuniy chora ko'rib bersalar bo'ldi. Ularni qamalishini ham istamayman, men boshqa bo'lishini ham. Menga yetkazgan zararni hali men bu yerda o'zim ikkinchi guruh nogironiman. Hali bu yerda menga moliyaviy minus qilganlari, menga madaniy va ma'rifiy zarar yetkazganlari hech qaysini qo'shmadim. O'zi olingan summani, realniy summani keltirib bermoqdaman sizlarga. Menga yetkazgan zararni hali men ikkinchi guruh nogironi bo'lib qoldim shundan keyin. Qisinib, nima qilib ikkinchi guruh nogironiman hozirgi kunda. Shu murojaatimni o'rnida ko'rib,
berishlarini iltimos qilib qolaman. Faoliyatimni yanada kengaytiraman. Qo'limda 15 ta bola ishlayardi, hozir 7 ta bola ishlayapti. 7 ta bola bo'lib qoldi. Shuning uchun menga amaliy yordam berishlaringizni so'rab qolaman. Men Sultonov Obod Ahmedovich.